Bizdan uzoqlashmanglar. Karmen noka O'zbekiston sharoitiga eng mos kelgan noklardan. Mos kelishini sababi kasallik juda ham kam tushadi bunga, keyin rangi qizaradi. Hali bu pishiga bir 10 kun, 15 kuni bor. O'tgan yili 2024-yil 2-iyulda uzilgan. Buni erta ko'rsatishimizning sababi mana. Hamma tupidagi mevasini qaranglar. Yaqinroq olib kelib aka shunday ko'rsating bog'da. Birinchi bog'ning hisobini aytaylik. Bog' aka 5,5 ga 125 bo'lgan, 5 jicha katta ekan. Buni 4 ga 125 qilmoqchimiz bu yil. Mana bunday holatini qarang, nokda, kачествосini. Bu hali xuddi shunday rangga kirib keladi. Muni qarang mevasini aka. Sizlardan nima deb qolaman? Bittadan like bosinglar, nokdan bog' qilaman degan odamlarga bu videoni ulashinglar. Mana bu tomonini ham ko'rsating. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumanida joylashgan. Ko'chatlarimiz cheklangan, deyarli 30% ni sotib bo'lganmiz. Ko'chatlari kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqarasizlar. Pastda nomerlar yozib qoldiramiz. Aka bittasini ko'rsatib bering-da. Mana holatini ko'rsating nokda. Bitta yaqinroq olib kelib. Juda ham ko'p obunachilar so'raydi, qaysi nok yaxshi, qaysi nok yaxshi deb. Mana sizlarga nok. Bunday holat qaranglar. Sog' bo'linglar. Bizdan uzoqlashmanglar.